Assalomu alaykum barcha yurtdoshlarimizga xayrli kun deb qolaman. Bugun aytmoqchi bo'lgan so'zlarim bu oddiy so'zlar emas. Hamma ham o'zini oilasini bag'rida bo'lsin ilohim. Ajrimlar hech qachon bo'lmasin va qaynonalar eshitib turgan barcha opa-singillar, barcha yaxshi insonlar, agar uylaringizda kelinlaringiz bo'lsa yo ozgina sabablar bilan kelishmovchilik yo bilmasdan bir-birlaringni behurmat qilgan bo'lsalaring yo sizdan o'tgandir, balkim bilib bilmasdan bir-birlaringni ranjitib qo'ygan bo'lsalaring, 2025-yil hech qachon bunday ajrimlar juda ham ko'payib ketdi. Allohim barchamizni sog' salomat qilsin, oilamiz bilan tinch qilsin. Bir gap aytmoqchiman, hech qachon hech bir odam ko'z yosh ko'rmasin 2025-yilda. Yetimlar bo'lmasin, iltimosim shu. Meni eshitib turgan barcha do'stlar, birodarlar, qaynonalar yo eshitib turgan opa-singillar, agar o'sha bir qarindoshingiz bo'lishi mumkin yoki sizni do'st birodaringiz bo'lishi mumkin yoki yaqin bir insoningiz bo'lishi mumkin, borib ayting, qo'ying, Allohni huzuriga boramiz, hammamiz ham bir kun mehmonmiz. Sizdan o'tgandir, balkim undan o'tgandir. Allohim kechirimli insonni yaxshi ko'radi. Agar undan o'tgan bo'lsa, siz bir og'iz kechirib qo'ying, Allohim baribir ishingizni rivojini ham berguvchi Allohimdir deb tushuntirishdi. O'rgansak yaxshi bo'lardi. Ilohim, men yana bir iltimos qilib qolaman, do'stlar, birodarlar. Hech qachon odam ko'z yosh qilmasin. Ilohim, yurakdan yig'lab uyda mana necha yil, necha oylab, haftalab, kun o'zidan o'tganini o'zi biladi. Hamma qizlarimiz, necha qizlarimiz uyda ozgina sabablar bilan o'tirgan insonlar bor. Hech qachon yetim bo'lmasin. Yaxshilab o'ylab ko'raylik. Yana bir bor, bu oddiy so'z bo'lishi mumkin, oddiy so'zga o'xshashi mumkin, lekin to'xtamasdan telefon o'ynashni bilamiz. To'xtamasdan odamlarga ozor berishni o'ylaymiz. Yana bir so'z aytmoqchiman-da. Mana eshitib turgan ko'p insonlar, opa-singillar, mana qizlarimizni yaxshi ko'ramiz, to'g'ri, hamma ham qizlarni, lekin o'g'il ham Allohning bergan bir ne'mati-ku. Allohim bergan o'g'ildan bo'lgan nevara emasmi? O'g'ildan bo'lgan nevara demaydiganlar ham bor ekan dunyoda. Yuragim har zamonda shu so'zlarni eshitib, qaytadan tug'ildim deb qoladigan insonlar ham ko'p. Lekin o'g'ildan bo'lgan nevara haqiqiy nevara bo'ladi. Hech qachon yo'qol, chiqib ket, qayda yashasang yashayver deydigan qaynonalar ko'payib ketyapti. Men bu uy soyincha nima kunlarni ko'rmadim, sen nima qilib berding deydigan qaynonalar ko'payib ketyapti. Yana bir aytmoqchiman, yana bir iltimosim, agar o'tib ketgan turmush o'rtog'ingizni hurmati bo'lsa, yo bo'lmasam o'sha o'tgan yaqin insonlaringizni juda ham yaxshi ko'rsangiz, shular haqi iltimos qilib qolaman. Yana bir iltimos qilib qolaman.
yetimlar ko'zidan yosh oqmasin. Ilohim, qisqa qilib aytaman, oilamizni mustahkam olishga asosan qaynonalar sababchi bo'lib qolyapti. Qaynonalar, siz bir og'iz kechirim so'rang, Allohim sizlarni yuzlaringizni yorug' qiladi. Rahmat hammalaring uchun. Sog' salomat bo'linglar.